miya hujayralariga toksik ta'sir qilish natijasida hujayralarning erta qarishi, miya hujayralarining normal funksiyasini bajara olmasligiga olib kelamiz. Miya uchun eng xavfli bo'lgan 7 ta mahsulot va zararli odatlar. Miya va yurak bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan eng muhim a'zolardan sanaladi. Aqlli insonlar uchun Dr. Alimov kanalida siz videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Birinchisi, bu zararli mahsulotlardan eng ko'p xalqimiz iste'mol qiluvchi mahsulotlardan bu shirinlik va ko'p o'zida shirinlik saqlovchi turli xil mahsulotlarni betartib ko'p iste'mol qilishi. Xo'p, shirinlik degan paytimiz bu har xil napitkalar, har xil energetiklar, har xil soklar, har xil o'sha shirinlik miqdori o'ta yuqori bo'lgan mahsulotlarni ko'p yeyishda bir nechta organizmga o'ta salbiy oqibatlari bor. Birinchisi, bu birinchi navbatda qandli diabet riskini oshib ketishiga sabab bo'ladi. Qon tomirlarining ichki endoteliy qavatini, ichkaridagi plyonkaga o'xshash endoteliy qavati bor. Bu zararlanish natijasida bu har xil tromblarning hosil bo'lishi va miya, yurak qon tomirlarining zararlanishiga olib keladi. Uchinchisi, bu neyroplastiklik xususiyati bor miyani, ya'ni ayrim o'sha yo'qotilgan xususiyatlarni qayta hujayralar o'zi tiklash xususiyatiga ega bo'lgan xususiyati shirinlikning giper ko'p iste'molligida pasayib ketadi. To'rtinchisi, bu demensiya deymiz. Bu demensiya degani oddiy xalq tilida bu xotiraning, konsentratsiyaning va turli xil shunga bog'liq bo'lgan funksiyalarning o'ta pasayib ketishi. Ikkinchisi, bu o'ta xavfli mahsulotlarning ikkinchi guruhi bu trans yog'lar. Trans yog'lar degan paytda ko'pincha siz yeyotgan margarin, ayrim yog' mahsulotlari, shuningdek fast food. Xo'p, ko'pincha fabrikadan fabrichniy выпечка deymiz. Fabrikadan chiqadigan turli xil shirinliklar tarkibida o'sha margarinlar miqdori o'ta yuqori bo'lgan payti bu ham miya va yurak uchun eng xavfli asoratlarga sababchi bo'ladi. Birinchisi, bu qon tomirlarida ateroskleroz, qon tomirlarining ichki qavatida o'sha tromblarning boshlanishi, qon tomirlarining torayib qolishiga sababchi bo'ladi. Ikkinchisi, xo'p, xuddi aytganimizdek kognitiv funksiyalar, xuddi shirinlikka o'xshab bu ham xotira, konsentratsiya funksiyalarining pasayishi, surunkali charchoq qolib kelishi mumkin. Undan tashqari insult darajasining riskining oshib ketishiga bu ko'p iste'molida bu narsalar ko'proq ta'siri bo'ladi. Uchinchisi, bu xo'p, oziqa miqdorida kunlik 5 grammdan ko'p osh tuzining iste'mol qilinishi. Osh tuzini xo'p, to'g'ridan-to'g'ri tuzdan tashqari konserva, kolbasa, tuzlamalar tarkibidagi har xil yashirin tuzlar bilan 5 grammdan ko'payishi qon bosimining oshishiga, miyaga toksik ta'sir qilishiga va buyrak usti beziga nagruzka tushishini kuchaytirib yuboradi. Bu 3-guruhdagi zararli odatlar, mahsulotlar edi. Xo'p, 4-inchisi. Xo'p, endi mahsulotlarni gapirib o'tdik. 4-eng yomon narsa bu chekish masalasida. Agar chekiladigan sigaretlar miqdori doimiy va uzoq muddatda peredozirovka ko'p chekiladigan bo'lsa, bu yurak va miya uchun o'ta qattiq katastrofani yuzaga keltiradi. Birinchisi, bu ko'proq qon tomirlarining sigaret chekkandan keyin xo'p, surunkali chekuvchilarda qon tomirlarining surunkali torayishiga olib keladi va qon tomiri surunkali to'ragandan keyin miya hujayralari ham, yurak hujayralari ham qon bilan ta'minlanish keskin pasayib ketadi. Ikkinchisi, bu infarkt riskining va insult riskining chekuvchilarda bir necha barobar oshib ketganligini ko'ramiz. Uchinchisi, xo'p, xuddi shunaqa oldingi mahsulotlarga o'xshab qon tomirlarining endoteliy qavatini parchalab tashlaydi sigaret. Xo'p. Undan keyin neyrodegeneratsiya deymiz. Bu miya hujayralariga toksik ta'sir qilish natijasida hujayralarning erta qarishi, miya hujayralarining normal funksiyasini bajara olmasligiga olib kelamiz. Xo'p, 5-xavfli odat bu surunkali alkogol ichuvchilarda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, ko'pincha ichuvchilarning top 2-3 ta bahonasi bor. Bular ishtaha ochish uchun ichiladi, kasallikni qo'yish uchun ichaman, qonimni suyultirish uchun ichaman dedi. Albatta, yuqoridagi holatlarni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, boshqa xavfsiz bo'lgan alternativa yo'llari bor. Bu hech qachon sizni alkogol iste'molingizni oqlab bermaydi. Surunkali alkogol iste'mol qilgan paytda etil spirtining to'g'ridan-to'g'ri miyaga toksik ta'siri bor. Kerak bo'lsa kardiomiyosit, yurak hujayralariga ham toksik ta'siri bor. Undan keyin xo'p,
ko'pincha ko'p ichuvchilarda ko'rib qolamiz, qo'llari qaltiraganligini, xotira pasayib ketganligini, xuddi shunaqangi patologik belgilarni ko'p ko'ramiz. 6-holat bu surunkali kam harakatlilik. Ya'ni insonning o'zida kam harakatlilik yoki ilmiy tilda gipodinamiya degan holat bor. Bunaqa insonlarda ko'pincha ortiqcha vaznning oshib ketib qolishi, bo'g'imlarda muammolar, undan tashqari surunkali kam harakatlilik bu yurak va miyaga kislorod yetib borishi, qon aylanishining suslashishi va undagi turli xil jarayonlarga ta'sir qiladi. Bizni organizmimizga doimiy ravishda jismoniy mehnatlar kerak bo'ladi. Hatto Abu Ali ibn Sino o'zining kitoblarida ta'kidlab o'tgan, ko'p harakat insonning tayanch sistemasiga, muskul sistemasiga doim nagruzka berilganda, bu nafaqat tayanch harakat sistemasiga, balkim yurak va miya uchun ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini o'z kitoblarida keltirib o'tadi. Xo'p, 7-si va eng muhimlardan biri bu uyqu miqdorining disbalansda paydo bo'lishi. Odatda ko'p adabiyotlarda 8 soat deydi, lekin o'rtacha 6-7 soat bu miya va yurak hujayralarining dam olishi uchun yetarli. Ko'pincha ko'p telefon o'ynash, insonda rejimning yo'qligi, kechqurun ko'p ovqatlanish, xo'p, natijasida uyqudagi disbalans o'ziga keladi. Natijada bu narsalar 1 oylab, 2 oylab, 3 oylab surunkali davom etgandan keyin miya hujayralarining tez qarishi, xo'p, yurak hujayralarining tez qarishi va ularda insult, infarkt jarayonlarining oshib ketishiga muhim rol o'ynaydi. Sizda yuqoridagi 7 ta zararli mahsulotlar va odatlardan qaysi biri bor? Yuqoridagi fikrlarimizga qo'shilasizmi? Sog'liq bu insonga berilgan eng oliy ne'matlardan biri bo'lib, uni saqlash o'z qo'lingizda. Siz bilan doktor Alimov bo'ldi. Hech qachon sog'liqqa bee'tibor bo'lmang.